Hurmatli podpischilar, aziz do'stlar. Mana bugun o'rab chiqqan devorlarimizda ertaga ministrlar kelishi uchun palatkalarimizni hozirlash jarayonidamiz. Mana buni ostida avvalida 20 sm tuprog'ini serib olib, ustida 20 sm shag'al yoydik. Undan so'ng mana shu men turgan hozirgi katokda ustini nasib qilsa trambovka qilib bo'lib, uni ustida palatkalarimizni tayyorlaymiz. Agar ko'rinib turgan bo'lsa, narigi tomonda mana, ya'niki narigi konteyner tomonda odamlarimiz palatkalarni, stoykalarni tiklash bilan ovuralar. Nasib qilsa palatkalarimizni qilib bo'lgandan so'ng mana bu yerda turgan mana stollarimizni, stol ustlarimizni barisini o'sha yerga qo'yamiz. Va ertalabda nasib qilsa ministerni kutishga tayyorlab qo'yamiz. Bu tomonda esa texnikalarimiz hozir degandek o'zlarini komandalarini kutyaptilar. U yerda esa boya aytib o'tganimizdek 100 metrga uriladigan qudug'imiz, 100 metr qilib kovlanadigan qudug'imiz anaqa kovlanish jarayonida. Mana bu yerda maxsus chakmalarimiz bilan tuproqlar, shag'allari olib kelinyapti. Ya'niki yonimizdagi obyektlardan yoki qaysi atrofimizdagi obyektlarda ortiqcha bo'lsa, ortiqcha shag'allar, ortiqcha tuproqlari, nimalari bo'lsa, hammasi barisi olib kelinib bizni obyektimizga, ya'niki aeroport bo'lishi kutilayotgan hududga tashlanib, tekislab qo'yilyapti. To'g'rilab qo'yilyapti. Aziz podpischilar, poddershkalarni ayamanglar, qo'llab-quvvatlab turinglar iltimos. Like bosib, podpiska bosib turinglar. Kanalimiz rivoji uchun.